Ko'p qavatli uy har kim xohlaganini qilish mumkin bo'lgan maydon emas, ammo ba'zi fuqarolar buni anglab yetmayotgandek. Toshkent shahar qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida hududiy nazorat qilish inspeksiyasi xodimlari tomonidan o'tkazilgan navbatdagi monitoring jarayonida Olmazor tumanida joylashgan ko'p qavatli uyda noqonuniy qurilish holati aniqlandi. Fuqaro tomonidan uyning umumiy mulki hisoblangan tom qismiga chiqish uchun o'zboshimchalik bilan zina qurilgan. Ammo bu bilan fuqaro cheklanmagan. Tom qismi ochib tashlanib, terrasaga aylantirilgan. Bu nafaqat binoga shikast yetkazish, balki u yerda yashovchi barcha fuqarolar hayotini xavf ostida qoldirishdir. Joy mulkdori tomonidan tom qismi o'zboshimchalik bilan egallab olinganligi natijasida ko'p xonadonli uylarda yashovchi joy mulkdorlarining hayoti xavf ostida qo'yganligi va aynan ko'p xonadonli uylarning seysmik holat va zilzila bardoshliligiga salbiy ta'sir ko'rsatganligini, ya'ni ko'p xonadonli uyning tom qismiga qo'shimcha yuk ortishi natijasida domli seysmik holati va zilzila bardoshlik darajasiga salbiy ta'sir ko'rsatganligini biz ko'rishimiz mumkin. Yuqorida ta'kidlab o'tganimizdek, mulkdor tomonidan ham ko'p qavatli uyning tom qismi ochiq maydonga aylantirilgan. Uyning tom qismiga kirish eshigi ochilib, tom qismini o'sha navis bostirma asosida egallaganlik holatini mana ko'rib turibmiz. Holat yuzasidan mulkdorga inspeksiya xodimlari tomonidan barcha amalga oshirilgan o'zboshimcha ishlarni dastlabki holatiga qaytarish bo'yicha yozma ko'rsatmalar berildi. Agarda ushbu holatlar belgilangan tartibda yozma ko'rsatmalarga asosan o'z muddatida bartaraf etilmasa, majburiy tartibda tiklash ishlari amalga oshiriladi. Shaxsiy qulaylik deb umumiy xavfsizlikka putur yetkazmang. Bu uyda sizdan tashqari yana ko'plab oilalar yashaydi. Bir insonning o'zboshimchaligi butun binoning barqarorligiga ta'sir qiladi. Mana shunday holatlarni oldini olish maqsadida qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida nazorat qilish inspeksiyasi xodimlari tomonidan kuchaytirilgan tartibda nazorat tadbirlari davom etmoqda.